Kech bo'lmasdan ko'ring, Feruza Normatovaning eri unga nimalar qilganini. Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Taniqli o'zbek aktrisasi Feruza Normatova turmush o'rtog'idan olgan kutilmagan ammo juda samimiy sovg'a haqida o'z sahifasida video orqali bo'lishdi. Unga ko'ra, bir kun boshida og'riq sezgan. Aktrisa bu holatini eriga aytganida u sababini so'ragan. Feruza Normatovaning aytishicha, bosh og'rig'ining sababi sochlarini yaxshi quritmagani bo'lgan. Buni eshitgan turmush o'rtog'i unga mashhur Dyson brendidagi soch quritgichni sovg'a qilgan. Videoda aktrisaning bu hadyaga juda mamnun bo'lgani yuzida tabassum va minnatdorlik ifodasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Post ostiga esa Feruza Normatova quyidagi izohni qoldirgan: Biz ayollar erimizni rozi qilish haqida o'ylaymiz. Aslida biz ham erimizdan rozi bo'lib ularni duo qilishimiz kerak. Shunda baraka bo'ladi inshaalloh. Muhabbat yakkalik bilan emas, ikki tomon harakati bilan mustahkamlashadi. Ayolini erkalatib siylagan erkaklardan Rabbim rozi bo'lsin, deydi u. Azizlar, kanalimizni kuzatib boring.